Aka yaxshimi? Voy, Furkan kela. Yaxshimi? Men vermay buyurtmagan, qaraganda xato kirib qolgan o'xshamabsan. Aka tamoqni to'sh bo'ldim. Shu bika bo'lgan, bika vaqtini men oltin bozorlarimda aylanib boqay dedim. Qaraganda xeyli pul tepsan-da, ayolingni tuyuqsizlik xo'sh qilib debsan-da, ha? Qani ko'ra. Hamma yoqda uzuk bor. Aka men uzuk olmayman, zanjir olay degan. Qaraganda pulni xeyli ravus debsan, ha? Dal mana hozir tutib o'tirgan masligim kelib ma zanjirga qarab. Aka mavo sal yosh kelib qoldi ekan, men cho'nsib aytarak yo'qmi? Çoğuslar. Furkan, sen beni manda ta'sirlendirmeyeceğim ha? Qanday deysiz aka? Sana o'xshash anamga zanjir olatdim deydigan yigitlarni ko'migili qilib uzun bo'lgan. Unda bo'lsa, cho'nglarga mana ma zanjir bo'ladi. Aka, bu zanjir qancha pul? Gramlab satilgan gap Furkan. Buni ne qilsak shu 5200 koy etrafida keladi. Endi sen anamga deb qolding. Anamga deganligingdan men bek ta'sirlandim. Üstüdeki 200 koyni elib deb 5000 koyli bering. Rahmat aka. Ha. Aka, men yenimdagi puldan 1,5 ming koy kelmaydi ekan. Opamning tug'ilgan kuni yana bir haftadan keyindi. Shunga bir haftacha maoshim chiqib qoldi. Bir haftadan keyin kirib olsam qanday? Ha, unda qilsangmi bo'ladi. Lekin biz mana bu tijorat qilayotganlar emasmi? Bosh xirida chiqib qolsa setib turadigan gap. Shunga sen anamga aytib berma deganliging uchun. Bo'ldi, bir hafta saqlasammi saqlay. Rahmat aka. Ha rost. Men bir haftadan keyin pulni tayyor qilib kirsam, oltinning bahosi o'sib ketdi deb pul qo'shib tura olmaysiz, ha? Aqara yomonligini. Meni yomon yerdan tutib olding-ku, ha? Bo'ldi, chataq yo'q. Og'zimdan chiqqan hisob. Sen anamga aytib berma deganliging uchun hozir qanchalik olgan bo'lsa, bir haftadan keyinmi sen shu bag'ni bering. Rahmat aka, yaxshi odam ekansiz. Unda olib qolsa, men bir haftadan keyin dal bugungi kunda kirib pulni berib men oltinni zanjirni ichib ketay. Bo'ldi Furkan, bo'ldi. Men bir haftaga saqlab qo'yay. Lekin pulni boshqa yerga ahmoqlik qilib qayzib o'tib qolma. Voy yo'q aka, nima deyotgansiz? Meni onamdan boshqa nimam bor deb. Bu Baxtiyor Zagarning oltin zibuzunni savdo bozori ajoyib katta bozor bo'libdi. Shunda bo'lgandan keyin bu yerdan do'konda ikki sotilishimiz kerak. İşkini? Ha? Birini sen açsa, birini men. Oy, ben maçamdım ha? Oy, benim dokunum bağıldıgan baldı diyene. Endi şu bir mesele de da. Bu hazır kurulup atkay eken bu. Bu kaçan kurulup buldu, kaçan pütüdü diye mesele var. Endi bu qurilishni safsizlar. Demak, mushil putami yo qachoq putam? Lahısı açık edip verimiz. Dükkanlarını kolları Allah'la. Unda shu qurilishni bir o'z og'zlari bilan bir tushuntirib qo'ysa. Ben düşündürüm. Bu kuruluşumuzdan umum kölümüz 25 bin tonpan. Mavi mimarxana. Yotoq binosi. Yatak binası 13 kıvet. Mavi Baxtiyor altın zıbızınnet. Sol sarıya 4 kıvet. Yarastı 3 kıvet. Yarastının 2 kıvette maşin toktuş meydanı. 3. kıvette sol saray dükkan. 4 kıvetten terkip tapkan. Endi bu yerning üstüme ochiqchilik turdi-ku. Bu üstünü banda çay içidigan, aram alıdigan keş bazar kılımız. Fursatni g'animat bilib, bu bozor tutkichi bo'lgan arliqni biz oldi bilan bir yaxshi o'rindan ikki dukkan tanlamaymi? Makul da, makul. Ve ertesi gün qarasak qanmaydi bu bozor. Estaklayın. Makul. Neydi da? Bu sen bak kondukkanға kıyma atamsa ya konmusu biz nimisi nim boldu. Muşu zincirini tutsa, oynaysa, xiyal sürse, oynaysa nim bol zaten. Ben birisini saqlayapman. Oy, o. Vay şu kimni saqlayatsa? Bir tamoq to'shaydigan bolaga bir haftadan keyin oltinning bahosi 10 ming ko'ga chiqib ketsimi, men sana mush bag'ani berma deb topganman. Shu og'zimdan chiqargan lafzim bo'yicha shu balning kelishini bir haftadan kutyapman. Bugun oltinning bahosi o'sib ketibdi. Bir haftaning oldidagi deyishgan baho bo'yicha emas. Ey dada o bala hem de herkes kembeydi. Gep inak. Aka, Delmiş şu. Geldin mi? aka birash bo'lmagandim. Yok, bir iş olmadı. Lekin ben senin bir şeyini saklayıp attılar.
naq bir hafta oldu. Apamning tug'ilgan kuniga zanjirlab berish niyatingda yenib olmagansan? Apamning revmatizm kesilyapti. Men ijara olgan uy Dishadek uydi. Apamning revmatizm kesi qo'zg'alib qolib, shu yaxshiroq kun tushirgan uyni ijara olaman deb yenimda bor pulni uyimlik uchara qilib berib shu yenim jiq pul qolmay shu keplamay qoldim. Yenimda 2,5 million pul bor ekan to'q. Bo'z osh pul kaydik bir uzuk olsam alay apamning no'stiga bo'lgan tug'ilgan kuni. San sovg'at berma deb qo'yapti ekanman. Yo'q bo'ldi fikam. Mening og'zimdan chiqqan lafzimga men o'zim amal qilmasam bo'lmaydi. Sen apamga aytib berdim degandan keyin men bundan qattiq ta'sirlandim. Bo'pti. Bugun dal tug'ilgan kuniki emasmi? Sen vaqtida olib apangga sovg'at qil. 2,5 million beray. Ham bu sovg'at qilib bo'lgandan keyin qachon pul topsang, akilib qolganini to'liqlab o'tasan. Dada. Ha? Ma bala hozir ma oltinni elib ketgan peti ham kelmaydi. Yo'q, u kelmaydigandek emas. Xili jinguydi bor ekan bu. Meningmi 15-20 kungacha maoshim chiqdi. Maoshim chiqqan zamonda men qolgan pulni ekib beray. Bo'ladi, chataq yo'q. Sen yo'qolib ketgandan keyin. Fita. Voy bo'ldi, buni men bunda bir qaploq sepray. Ha, shunaqa qila. Rahmat aka. Arzimaydi fikam. Men mushu Urumchida uchqatgan eng yaxshi odam sizsiz. Biz pul topimiz debla odimiyligimizni yo'qotsak bo'lmaydi. Sen onamga aytib berman debding. Shunga men bek qattiq ta'sirlandim. Apam qo'shib ketgan bo'ldi-da aka. Ana emas, dard kızmayasın.